Hammaga assalomu alaykum. Yana yangi videoga xush kelibsizlar. Xo'p, o'rtoqlar, anchadan beri video chiqmayapti. Telegram kanalimda yozgan edim, mazam yo'q deb, o'shanga chiqazmayapti dedim. Yaxshi bo'lganimdan keyin ham erindim qanaqadir video chiqazishga. Mana endi xudo xohlasa chiqyapti. Xo'p, kanalga obuna bo'lib, like bosib eslardan chiqarib qo'ymanglar. Open pack уже boshlandi. Video o'zi 25 minutlik bo'ldi, uni cho'zmaydi, yana boshlaganda qo'ymadim. Xo'p, apmi eski paklar, to'ji paklar qolib ketgan, juda ko'p paklar qolib ketgan. Hali karnivaldan video chiqmagan. Juda ko'p videolar chiqmadi orada. Xudo xolisa uzun qilib videolarni yetkazib olaman. Hozir o'z tajribalardan bo'lmadi. Xo'p, endi o'yinchi sotib olib qilamiz. Shu gap. Kanalga obuna bo'lib, like bosib eslardan chiqarib qo'ymanglar. Xudo xolisa bundan buyog'iga videolar chiqadi. Xo'p. Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'da ham xudo xolisa 100 tacha bo'lgandan keyin yaxshi videolar qo'yish boshlaymiz. Hozir ограничение yapmang. Fransiya, давай нападающий. Bu Kante. Apetit tushmaydi bizga, faqat Kante tushadi. Aldafsari ham bor orqasidan bo'ladi. Brand. Buni apmenga qo'yamiz endi. O'zinglardan so'rasak, kimlar tushyapti, kimlar tushmayapti, kimlar kerak, kommentga yozib qo'yinglar. Xo'p, hozir bo'lsa 4 minutalik. 92 dan 107 gacha bo'lgan. O'ynash mumkin? Yo'q. Chester rating 94 olamiz. Xo'p, karnival eventi kelgan уже. Undan ham videolar chiqadi, xudo xolisa. Hozir bo'lsa to'g'ri ochamiz. Internet har doimgidek aksiyada qot beradi bitta. Qot bermasa hisob emas. Boshqatdan chiqib ko'rdim. Nimadir umuman qotib qoldi. Endi ishlayapti. Xo'p. Ochamiz. Walkout. Norvegiya Holland bo'lishi mumkin, lekin bu Odigar. Xo'p, karnival eventidan ochamiz. 101dan 107 gacha Di Maria, Roberto Carlos, Zico. Eng keraklisi shu Roberto Carlos bilan Zico bo'ladi. Qolganlar uncha emas. Endrik ham yo'q demaymiz. Xo'p. Kaksigda Wi-Fi. Ochamiz Walkout. Internet. Qachon ishlayotgan endi bu? O'tkazib yuboraman. Yo'q, ishladi. Xo'p, Urugvay. Napadash Suarez yo'qmi? Voy. Kim bu? Nunezmi? Nunez Bristol ekan, yaxshi bo'ladi. Birinchi karnival pakka mana bu yerda ham bor ekan. Yaxshi, menimcha. Xo'p, bu video 25 minut bo'layotgan ekan. Shu narsani kommentga yozib qo'yinglar. Sizlarga yaxshi uzun bo'lgani yaxshimi yoki qisqa video bo'lgani yaxshimi? Hozir bo'lsa redeem koddan 103 o'yinchi aniq. Xo'p. Fransiya PV Dembelemi? Dembele 103. Juda zo'r kartochka bu. 5 ga 5 oyoq bu. Adashmasam. Chester takinga bu redeem koddan, redeem kodlar Telegram kanalida bo'ladi. Xo'p, endi 2,5 minutalik ochib ko'ramiz. Shu narsani kommentga yozib qo'yinglar. Uzun video bo'lgani yaxshimi yoki qisqa? Bu narsa конечно menga qiziq bo'ladi. Keyingi videolarni ham o'shanga qarab chiqazaman. Xo'p, hozir bo'lsa pakka ochamiz yaxshi. Argentina PV bo'lsa, Dybala. Paulo Dybala.
Xo'p, 750 ta jeton yig'ildi. Bu yerdan hozir bitta o'yinchini olamiz. Ko'p o'yladim kimni olishi. Bitta Zo'ravni olsam bo'ladi yoki mingta qilib turib uncha o'yinchini olsam bo'ladi. Lekin menga darvozabon ko'proq kerak. Buffonni olaman bu yerdan. 107 vratar. 102 turardi o'zi. 107 qilamiz shuni birdaniga. Ancha-muncha futbolchini olsam bo'lardi buni o'rniga, lekin men Buffonni oldim. Italiya darvozabon Kumir. Shu 3000 talik pakdan chiqqandan reaksiya dahshat bo'lardi. Lekin yo'q. Hop, screenshot qilib qo'yamiz buni. Gianluigi Buffon. Keyingisi questlar paki bo'ladi. Hop. Nabor questnya ochamiz. Walkout bor, Kumir. Irlandiyami yoki Nigeriya ham shunaqa edi. Okochami? Ha, 93 Okocha. Keyingi pakka o'tamiz. Keyingi pak mana 98 o'yinchi bo'ladi. Agar yevrodan tushsa bu juda qimmat bo'ladi, lekin yevrodan tushish ehtimol juda kam. Aytganimdek, Traffic Titansdan tushyapti. 98-15 million turadi. Xo'p, keyingi pak 2,5 mingtalik. Bu yerda menga faqat emas, asosan Roberto kerak bo'ladi. Nima deganda yarim himoyachi, menga esa yarim himoyachi juda kerak. Zico Robertoga olsam tez chiqmaydi. Xo'p, ochamiz. Xo'p. Wi-Fi aksiyada qotib bermasa hisob emas. Walkout bo'lmadi. Bento Al Nassr darvozaboni. Keyingi pakka o'tamiz. Xo'p, shu orada eslatib o'tdik, kanalga obuna bo'lib, like bosishni mislarni chiqarib qo'ymanglar. Xudo xolasa yana yangi videolar tez chiqib turadi bundan buyog'iga. Xo'p, hozir bo'lsa 3000 talik pakka menimcha xuddi shunaqa. Faqat bu yoqdan tekinga berilyapti bu. O'yindan chiqib boshqatdan kirdim, nimadir qotib qoldi. Bug bo'lyaptimi bilmayman. Birinchi pak oddiy ekan. Men walkout ham bo'lmadi bu deb xafa bo'lyapti men. Bonusni игрок walkout bor. Fransiya yaxshi o'yinchilar bor. PV kim edi bu? Dembele 1-2. Voy. Mayli bo'ladi. Har holatda ekan, bu yerdan 2 ta fragment olaman. Bu o'yinchilar menga kerak emas. Shuning fragment bu yerda eng yaxshisi. Schweinsteigerni olaman. 105 tepa 103 Gerrard o'rniga qo'yishga. Yana Totti 3000 talik pak. Xo'p, yana Kumir bersa kanishni yaxshi bu. Любой Kumir chunki yaxshi. Hozir 105 kutib qolamiz. Hop, Italiya. Burada davay Kumir. Yo'q, Donnarumma. 101. Bu pak uncha omadli bo'lmadi. Endi karnival eventidan ochamiz. Bunisi oddiy pak. Keyingisi yaxshi, asosiy pak. Hop. Braziliya yaxshi futbolchilar bor. Napadaющий. Arsenal. Kim edi bu? Jesus ekan, Gabriel Jesus. To'g'risi birinchi bo'lib xayolim kelmadi. Braziliya tushgandan xursand bo'ldim. Yaxshi futbolchilar ko'p deb. Shu bilan birga yomonlari ham ko'p. Keyingi pakka o'tamiz. Xo'p, keyingi pak Apne 98 dan 107 kamida walkout kutib qolamiz. Xo'p, walkout bo'lmadi. 99 orqasidan 98. Angrenchini ham men kirib ketadi bular hammasi.
Xo'p, o'yinchi sotib olib admin qilamiz. Juda ko'p pulim ketib qoldi. 2 milliard pulimdan hozir 1,5 1,6 1,7 milliard pulim qoldi. Xo'p, o'yinchini sotib oldimmi? Video cho'zilib ketmasligi uchun kesib tashladim. Endi admin qilamiz. Ограниченный admin. 4 ta o'yinchi ham tushishi mumkin, lekin ko'pincha holatlarda 3 ta tushadi. Hop, walkout kamini kutib qolamiz. 1, 2, 3 ochamiz. Bo'lmadi. 99 brand, orqasidan 2 ta 98. Onasini emsa. Даже дополнительный время kirib ketmaydi bular. Nima ham qilardik? Hech nima qila olmaymiz. Faqatgina bitta narsa, keyingi pakka o'ta olamiz. Keyingi pak 104 dan 107 gacha. Hozir 100 dan 105 gacha bitta ochib qo'yamiz. Misr Salah bo'lishi mumkin, yo'q Marmush. O'tkazib yuboramiz. Endi asosiy pak 104 dan 107 gacha. Juda paklar ko'p, prevyuga qaysini qo'yishni ham bilmayman. Xo'p, nabor komandik goda ochamiz. Bu yerda 100% walkout bo'ladi. Germaniya tushmasin faqat, iltimos Germaniya tushmasin, Ispaniya tushsin, kim tushsa ham. Germaniya mayli, umid tuzmaymiz. Taf virus bo'lishi mumkin, yo'q, Musiala 104. Mayli, endi nima ham qilardik? Menga yetib qolamiz 60 tami, nechta jeton edi? 1 milliard ekan narxi. Lekin menda 105 chap turadi-ku, Kroyf. 5 ga 5 oyoq. Keyingi pak 98 dan 105 gacha любой событияdan tushishi mumkin ekan. Agar Zallegendidan tushib qolsa ham, jackpot. 101 Ronaldo Nazario tushib qolsa, sostavga gol bo'ladi, reyting past bo'lsa ham. Xo'p, ana chaqmonli событияdan tushyapti. Ispaniya yaxshi emas. LP Mallorca yo Las Palmas ekan. Maleyra degan futbolchi 99. Keyingi pakka otamiz. Xo'p, ограниченный admin. Kamda walkout kutib qolamiz, sotirim bo'ldi. Germaniya Rudiger emasmi? Yo'q, Tah. Jonathan Tah. Hatto 105 ligi ham emas-da. Orqasidan 99 ham bor, yaxshi. Endi questlar paka. Bu yerdan kamda walkout kutib qolamiz, sotgan joyda bo'ldi. Yaxshi, Gollandiya Renshmidi bu. Hozir Romada o'ynayapti, menimcha adashmasam. Hop, endi yana 3000 2,5 mingtalik pak. Ochamiz, walkout bo'lmadi. 99 aldab sari. Keyingisi yana redeem koddan, aytganimdek redeem kodli Telegram kanalda bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Walkout yo'q, Bappe 91. 97 skor, 91 lik kartada. Xo'p, walkout olishga ulgurmadim. Ana Grimaldo uchdi baba. Bottanida Ispaniyadan berilgan pak edi bu. Yaxshi o'yinchi tushmadi, 96 likka sotiladi. Xo'p, endi ограниченный admin hozirgi tushgan Grimaldoni ham beraveraman. Kerak emas chunki menga walkout bor. Marmush. Menga qachon Salah tushgan, tushmaydi-ku. Yana dublikat. Qo'yli. Endi eng asosiylardan bittasi 40 mingtalik pak. Buni ham prevyuga qo'ysam bo'ladi, lekin bilmayman qaysini birinchi qaysinisini qo'yi. Bu fondimi yoki 40 mingtalikmi? Hozir ochib olaylik. Kamida 105 Hugo, 104 Ruben Dias, 104 Lizarazu, sostavda bor Lizarazu, Ruben Dias, 105 himoyachilarim bor. Buni nima qilaman men? Dias shovuraman. Admin kirib ketadi. 60 ta jeton gap menga. Lizarazuni ham olsam bo'ladi-yu, lekin kerak emas-da. Mayli. Xo'p, keyingi pak questlar paki bo'ladi.
Workout bor yaxshi. Zimnichi desa Turkiya kim bor edi? Toruch degan futbolchi bor edi, o'sha emasmi? Ha, xuddi o'zi. Esda ham qolib ketgan ko'p tushirganda. Xo'p. Bitta reklamani ko'rib yubordim. Endi chimtali ochamiz. Magazindagi eng donat qilinganlarni orasida ham eng yaxshi pakmancha shu bo'lsa kerak. Arzon yaxshi o'yinchilar ko'p tushadi. Maldini Mateus yarim himoyaga juda kerak. Tushaversa vashchatkish bo'lardi. Yosef hujumga. Van Dijk himoyaga. Xullas shu yerda ko'rinib turgan 105 ta shu hammasi tushsa, voy, jotki. Lekin hozir Marmush tushib ketsa hayron bo'lmayman. Voy Marmush. Ya bana Marmush. Voy, eski ustimdan kuladi, boru yomon kulib qo'yadi. Saloh tushsa bo'lmasmidi shuni o'rniga? Xo'p, ограниченный обмен o'yin sotib olib beraverman. Yaqinda tug'ilgan kunim, xudo xolisa, balki F'ga yaxshi o'yinchi berib qolar. Bappe. Voy. Zuram. Xayol ketdi-yu Bappega. Endi Zuramni o'zini ham beraveramiz endi. Voy, xayol ketdi, lekin rostdan Bappe deb o'yladim. Bu yerda endi kamida workout qilib qolamiz. Angliya. Bellingham. Kim edi bu? Voy, Curtis Jones. Bellinghamga xayol ketdi endi. Xo'p, 2 marta dahshat o'yin tushishi mumkin edi endi. Kristal pak ochib ko'ramiz. Amerika. CP. Bilmayman. Nimadir. Xo'p, aytganimdek shu yaqinda tug'ilgan kunim, balki 17-mart kuni yaxshiroq o'yinchi berib qolar. Pak ochaman. U kuni boshqa sabit ham kelgan bo'ladi. Workout Braziliya. Dante. Braziliyada juda ko'p yaxshi o'yinchilar bor. Shu bilan birga yomon o'yinchilar ham juda ko'p ekan, ayniqsa bu pakda. Xo'p, 2,5 mingta obmen qilib turib, endi 3 mingtalik ochamiz. To есть 2,5 mingtalikmi? Yo'q, 3 ming. Xo'p, ежедневный komplekt F ochamiz. Oddiy 2 o'yinchi. Mana bu yerda bo'lsa endi dahshat o'yinchi bo'lishi mumkin. Xo'p, Ispaniya. Cesar Rayo Vallecano. Kim edi bu? Aridanemi? Xuddi o'zi Brizketda. Umuman sastavga tushmaydi. Xo'p, дополнительный времяdan ochamiz. Birinchi tekindan ochib olamiz. Kutilganidek o'yinchilar. Xo'p, 20 mingtalik ochamiz. 40 mingtaliga umuman sabr yetmayapti. Griezmann 103 sotiladi eng qizig'i. Bilmadim endi ringda qanaqa, sotiladimi yo'qmi? Buni olgandan keyin ko'ramiz. Xo'p, ограниченный обмен qilamiz. O'yinchi sotib olib beraveramiz, ko'rasizlar. Kamida workout kutib qolamiz. Bo'ldi workout, yaxshi. Fransiya. Petit yo'q, qanaqa Petit Kante. 99 ham bor bo'ladi. Extra time'ni ochamiz. 4 mingtalik orqa fonni ham ochishga ulgurmadi. Xo'p. Chester rating. Dybala. Xo'p. Obmen qilamiz yana.
Kamida workout kutib shuncha to'xtalish bo'ldi. Xo'p, bo'lmadi workout. Watkins bilan Gurasi. Endi questlar paki. Nabor questnya geroylar. Maksimum 97 bu ancha Stoichkov, Xristos Stoichkov adashmasam. Yo, Berbatov aka, adashmayman. Xo'p. Endi men qilamiz. Boya adashmasam aytdim. Yarim himoyachini men qilaman Schweinsteigerda va mana. O'sha yarim himoyachi Schweinsteiger Germaniya sababida Lothar Matthäus ham bo'lishi mumkin edi, lekin bu Schweinsteiger 105 bo'ladi. Gerrard o'rniga qo'yaman 103. Endi bo'lsa Tota V pak ochib qo'yamiz. Workout internet o'tkazib olamiz ham. O'tkazib olamiz. 92 shunchami? Questlar paki. Xo'p, yaxshi workout. Argentina taklif yakomidi. Xuddi o'zi sotiladi. Xo'p, 3 mingtalik. Kamida kumir kutib qolamiz. Xo'p, bonusni игрок davay. Workout aniq. Turkiya oxirgi kuniga bo'lish umid o'tkazil. Chalxanog'ul 103. Tushyapti. Oxirgi kunda Open Pack o'taydi. Eng oxirgi kuni. Xo'p, bu oxirgi pak. Shu bilan video tugaydi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, videoni ko'rib qo'yamiz. 98 dan 107 gacha. Ispaniya Ceze Aridane emas, Girona ekan. 103 David Lopez men kirib ketadi. Yaxshi. Endi bu menni qilib ko'ramiz agar o'yinchi bo'lsa. Xo'p. Topiladi o'yinchi oxirgi kunga, to'g'rimi? Oxirgi to'ti paklari shu bilan keyingi videoda o'sha yangi neon savitiyasini paklari chiqadi. Xo'p, yo'dan kam workout kutib qolamiz. Bo'lmadi workout, hammaga xayr.